G'alabali seriya bu ancha muncha gap degani, chunki UFC'ga yaqin turgan jangchilarimizdan biri. Waya Warriors chempioni. Magomed Habib Ramazanov esa yaxshi qo'l, aniq. 5 g'alabali seriya qayd etgan Magomed Habib. Barcha g'alabalari muddatdan avval 4 ta g'alabasi birinchi raundning o'zidayoq. Umuman hakamlar qarorigacha jang qilmagan bu jangchi. Demak, bugun testdan o'tishi mumkin yoki mana o'zining bel bog'lik kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. Demak, birinchi urinishdayoq takedown amalga oshyapti. Ha do'stlar. Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Xotam Boynazarov. Panjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Xotambek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazanov. Xotambek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partneri hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot yig'inlariga aynan Xotambekni Hamza Chimayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida bo'ynini berib qo'ymaslik kerak. Gilotinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda gilotina. Xotambek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bekmountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. Juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Waya Warriors chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Xotam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Klinch holatida tizza zarbalarini yo'llayapti Xotambek. Astoydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazanov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Bekmount qiyin holatga tushiryapti raqibini. Xotambek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Do'stlar, davom etmoqda ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangni to'xtataman dedi. Va shu tariqa birinchi raund o'z poyoniga yetyapti. Ustunlik Xotam Boynazarov tarafida. Takroriy lavhalarni namoyish etishadi. Boshida zarbalar ham o'tdi yetarlicha. Xotam Boynazarovni ushbu jangga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qator belbog'li kurash vakillari ham yaqindan yordam berdi. Jumladan o'sha jahon chempioni Husniddin Ro'ziyev,
Azam polvon, Muhammad polvon, Doniyor polvon, ular polvonlar. Asilbek Muhammadjonov, Asrorbek Anvarjonov, ba'zilar qolib ketgan bo'lsa aybga buyurmaysiz. Demak, ikkinchi raund boshlanmoqda do'stlar. Eslatib o'taman, bu jang asosiy jang bo'lgani uchun 5 raund bo'lib o'tadi. Va haftadan 5 raundgacha cho'ziladimi degan savol ham uyg'onib qoldi birinchi raundni ko'rib. Ertaroq tugay qolsin, albatta. Otanbek Boynazarov g'alabani ertaroq nishonlasin deb umid qilamiz. Yuqoridagi fikrimni tugallab qolaman. Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Ukasi Odilbek Boynazarov Takedown. ko'pkari, ya'ni uloqchi, otasi ham Ne'mat polvon, yanglishmasam agar. Mana shunday polvonlar sulolasidan. Va ikkinchi raundda ham jang parterga ko'chyapti. Ustunlik hamyurtimiz tarafida. Zarbalar bilan davom ettiryapti Otanbek Boynazarov ushbu holatdan. Ajoyib. Back mount. Mana endi vaqt ko'proq. Mana endi Hali to'liq o'ta olmadi oyog'i. o'tkaza olmadi. Ramazanov qoldi. Yaxshi. Kerak mana shunday hammerfistlar. Yo'q, bermaydi. Ha. Zarbalar. Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Otanbek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Otanbek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'lig'ingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytganman edi. Lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali seriya va 13-si yana bir mag'lubiyatsiz jangchi ustidan bo'ldi. Bu albatta oddiy g'alabadan ko'ra ming chandon yaxshiroq. Do'stlar,